Boysun chirozi. Mana bu chirozda yo'rma chiroz deb ataladi. Yo'rma chirozda qadimda momolarimiz mana shunday o'zlarini nimalari bo'lgan, o'shanga taxtadan to'rtburchak qilingan kichkinagina sexcha deymizmi o'zimizda? Dastgoh deymiz. Dastgoh. Mana dastgoh deyilar ekan, shu dastgohga qo'yib tikkan, buni bigiz bilan tikkan. Har birini bitta mana shunaqa qilib olib bigiz bilan rang berib tikkan. Chiroz. Bu chirozda ko'proq momolarimiz mana po'ta deymiz. Mana bunday po'talar bo'lgan birsalari kerak, momolar ko'p baliq toqadi-ku, o'shani girdiga qo'yishgan. Keyin o'zbekona kiyimlarni girdilariga qo'yishgan, mana belariga, lozimlariga qo'yishgan. Bundan juda ko'p foydalangan. Yo'qada mana qari momolarga keyin kigich degan narsa yo'qolib ketdi. Yo'q, kigichimiz bor. Kigich bormi? Mana shu kigichni mana bu kigich mana. Mana shu tomonigadan. Mana kay. Kigichda ham mana. Bu o'sha momolarning sochlari bu yoqdan chiqqan, mana boshni mahkam ushlagan, bosh og'riq, davleniya, yana qon bosimi umuman bo'lmagan o'sha momolarga. Bu ikkita uchta bo'lgan, uyda aloyida, kechasi aloyida kigich deb nomlangan. Qarang, mana shu narsa mana hozir ko'ryapman, xursandman, yo'qolib edi. Hozir umuman hozir bironta joyga yo'q. Faqat avlod qishlog'ida shu 80 dan oshgan momolarga ko'rganman. Bo'ldi, boshqa joyga qarib yo'q, ko'ryapsizmi? Lekin vaqtiga bo'lgan qizim, qarang. Mana bu narsa umuman bosh og'riq, qon bosimi umuman bo'lmagan o'sha yoshdagi. Yana bitta narsa, momolarimiz sochlarini mana shu yerga yig'ishtirib qo'yishgan. Ish qilayotganga xalaqit bermagan, to'kilmagan, tushmagan, juda chiroyli qilib yig'ib qo'yishgan. Cho'pkadi bu asosan ekilgan, urug'dan ekiladi va keyin bunda sut, qatiq, mahsulotlar saqlangan, juda ekologik jihatdan toza saqlangan holda, ayniqsa sut, qatiqlar umuman aynimagan mana shu cho'pkadiga qarang. Mana bu xuddi yasama emas, balki ekiladi xuddi kadiga o'xshab. Keyin kuz payti olinadi va ichidagi urug'lari olinib keyingi yilga yana olib qo'yiladi. Mana qarang, idish vositasi sifatida bunda eski momolarimiz, onalarimiz foydalangan. Mana bu ham foydalanadi. Mana bu 19-asrga taalluqli mis oftoba yoki mis lagan deymiz. Mana bu nimalar ham xuddi shunday. Endi o'sha paytlar dazmollar mana bunday shaklda bo'lgan. Qarang, og'ir. Buni ichi ochilgandan keyin ichiga cho'g' solgandan keyin mana bu dazmonlangan. Bu ham 18-asrning oxiri, 19-asrning boshlarigacha bo'lgan va 20-yilga hozir mana qarasangiz elektro dazmollar chiqqan. Xo'p, mana bu narsa plug deyiladi, omoch. Mana bu oddiy usulda yerga qadaladi va bosiladi. Bosilgandan keyin buni kattasi qo'sh ho'kizlarga juft qilib solgan va bu yerga cho'pdan yasalgan aloyda moslar bo'lgan. Bu yerga bir odam bor kuchi bilan yerga nima qilgan, tirab turgan va yerni bu haydagan. Mana bu. Buni oddiy usuli mana ko'rsatilgan. Endi o'roqni bilasiz. O'roq mana bu. Bobolarimiz satgan o'rishgan. Bu o'roqni qo'lda yasashgan. Qo'lda yasagan narsa. Xo'p, mana ketmon. Xo'p. Ana endi bu Boysun tumanining axborot kutubxona markazida hozir biz turibmiz. Bu yerda juda noyob kitoblar, juda noyob qo'lyozmalar, boysunlik ijodkorlardan boshlab jahon adabiyotgacha barcha adabiyotlar mujassamlashgan va saqlanib kelyapti. Bu yerda hozir kamida undan ziyod opalarimiz, singillarimiz faoliyat ko'rsatmoqdalar. O'sha kutubxona markazining direktori Muhiddin aka Abrayevga minnatdorchiligimizni bildiramiz. U kishi boshchiligida mana shunday milliyligimiz saqlanib turibdi. Buni kelajak avlodga qoldirishga bular o'z hissalarini qo'shmoqdalar.